Hadis va hayot, hayotingni yorituvchi yo'l. Islom olamining yetuk olimi, muhaddis va mufassir Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining qalamlariga mansub Hadis va hayot turkumi. Bugungi musulmon uchun eng tushunarli va eng ishonchli manbalardan biridir. To'plam turli mavzulardan iborat. Iymon, poklik, namoz, oila, axloq va boshqa turli boblardan iborat. Ushbu turkum sahih hadislarga asoslangan, oddiy, tushunarli tilda izohlangan, hayotning har bir sohasiga oid mavzularni o'z ichiga oladi. Bu kitoblar dinning asl mohiyatini tushuntiradi. Har bir musulmonning kundalik hayotiga amaliy yo'l-yo'riq beradi. Nega aynan hadis va hayot? Hadis va hayot yillar davomida millionlab o'quvchilarning qo'llanmasiga aylangan. Hamma kitobxonlarga mos, qalbingizga yaqin va hayotingizga foydali. Sizlarni Hilol nashrida kutib qolamiz.